Hammani restoraniga borib, kamchilik topadigan Azizakam restoraniga bugun biz keldik. Oilaviy ovqatlanishga Burger and Lounge'ga keldik. Kelinglar birga baho beramiz. Qani ketdik. Birinchi bo'lib pizza yetib keldi. Pizzasi tonki testodan ekan. Kolbasalari ham ko'pgina ekan. Juda ham appetitli. Pasta Alfredo keldi. Pastasi ham juda ham mazali ekan. Prям slivichniy vkus kelyapti. Sirlari joyida. Shaxsan men ko'pincha restoranlarga borganimda ko'pincha pasta yeyman. Men pastani juda ham yaxshi ko'raman. Bu yoqning pastasi ham menga juda ham yoqdi. Al dente pishirilgan ekan. Burger kattaligini qaranglar. Juda ham sochni bo'lgan xos bir burger. Ishoninglar, bu yoqning burgerini yeganingizdan keyin boshqa joydan, boshqa burgerxonalardan burger zakaz qilmay qo'yasizlar. Kotletlari juda ham sochni, bulchkalari yumshoq, quruq emas. Kulminatsion moment ham yetib keldi, steykimiz keldi. Odam yegan sari yegisi kelaverar ekan. Juda ham yumshoq pishgan. Projarkalari joyida. Bu yoqqa kelib, albatta steyk yeb ko'rishingizni tavsiya qilaman. Steykiga gap bo'lishi mumkin emas. Zaklучениyaga keladigan bo'lsak, restoran uchun 5 baho qo'yaman. Birinchisi, kirib kelishinglar bilan atmosfera juda ham chiroyli, продуманный dizayn. Ikkinchisi, personal juda ham xushmuomalali va e'tiborli. Uchinchisi, ovqatlari va podachasiga gap bo'lishi mumkin emas, hammasi na высшем уровне. To'rtinchisi, детский площадкасы juda ham ozoda, juda ham chiroyli, bolalar maza qilib o'ynaydi. Beshinchisi, obsluga 0%. Xullas kelib, maza qilib oilaviy ovqatlanib ketishinglarni tavsiya qilaman.